Tinglang meni o'g'il qiz, so'zlayin ko'hna ertak. Muqaddas tuprog'imiz o'tmishidan xo'p cho'pchak. Tinglang meni o'g'lonlar, so'zlayin ko'hna ertak. Muqaddas tuprog'imiz o'tmishidan bir cho'pchak. Qadim o'tgan zamonda, quyuq o'rmon tomonda o'tgan tengsiz pahlavon, Fenis otli navqiron. Faqrona hayoti, do'st edi ulus zoti, cho'zardi yordam qo'lin beva bechoraga chin. Hatto unga do'st edi baland parvoz sarlochin, lochin parvoz etardi, yer ko'zidan o'tardi. Yov ot sursa biz tomon, uchib kelib shu zamon, berardi lochin xabar, derdi Fenis yov kelar. Yov qo'shini! Qo'sh oyoqli shohdor hayvonlar! Qani yo'qollaring! Rahmat senga pahlavon, bizni baddo zulmidan ozod etding. Jodugar Kartavusning xizmatkorlari bizni bandi qilib olib ketishayotgandi. Jang qilib madoring qurgandir. Ma, muzdakkina buloq suvdan ich. Hamma charchoqlaring chiqib ketadi. Rahmat onajon. Qalay? Charchog'ing ketib, kuchingga kuch qo'shilganmi? Bo'lmasam-chi. Qaniydi endi omoch bo'lsa o'zim ham rosa yer haydardim-da. Bolam, shaharga ot sur. Hammaning ko'zi to'rt bo'ldi seni kutib. Ona yerni himoyangga ol, bolam. Qani og'ayni, yo'l boshla. Shu asnoda Saraskar jang tadbirini ko'rdi.
azamat botirlarim chegara tomon surdi. Mana endi jondoshlar, yo'lga tushdi qondoshlar. Мы на страже земли славной нашей, городов, деревень, сел и башен. Мы в бою себя не пощадим, край родной в обиду не дадим. Эх, край родной, в обиду, край родной, в обиду не дадим, не дадим. Край родной, в обиду, край родной, в обиду не дадим, не дадим. Нам по сердцу пришлась служба наша, нам по вкусу еда, щи да каша. Мы с тобой почти богатыри, молодцы снаружи и внутри. Эй, молодцы, снаружи и внутри, и внутри. Молодцы, снаружи и внутри, и внутри. Falokat! Falokat! Hukmdor! Usta! Zo'r pahlavon tug'ilibdi ismi Finis ekan. Bizni lashkarlar ustiga lovchindek tashlandi. Ko'zlari, mushlari, yelkasi mana bunday. Unga teng keladigan bahodir yo'q. Qizlar. Chindanam pahlavon ekan, kuch bilan yengish shamri mahval. Uni hiyla bilan qo'lga tushirish kerak. Kashtriuk! Qayerlarda yuribsan? Men shu yerdaman hukmdor. Bu yoqqa qara. Hunaringni ishga sol. Uni o'rmonga olib kirib gumdon qil. Va ol! Uni sehrlab shunday qo'rqinchli maxluqqa aylantirib qo'ydingki, tuqqan onasi ham tanimay qolsin. Xalqim undan butunlay yuz o'girsin. Bugundan e'tiboran bizni yo'limizga to'g'anoq bo'la olmasin. Bildingmi? Bosh ustiga. Tumorni taqib ol. Doim hamrohing bo'lsin. Uni ko'z qorachig'ida yasira. Bizni qudratimiz mana shu tumorda. Ромашковых березовых краях мне светит солнцем ясным родина моя. Я по земле родной хожу, не нахожусь. Я волей вольною дышу, не надышусь. Родина ясноглазая, ты неразлучна со мной. С малых лет к тебе привязан я, словно к матери родной. Мне посчастливилось родиться на Руси, и я готов хоть на руках ее носить. Готов ей верою и правдою служить, и за нее хоть буйную голову сложить. Родина ясноглазая, ты неразлучна со мной. С малых лет к тебе привязан я, словно матери родной. Tentak qushchalar. Nega oyoq ostiga qo'nib oldinglar? Hozir sizlarni chetga olib qo'yaman.
boshingga balo tegsin, aymog'ingga ofat. Mana endi sayrayveringlar. Senga nima qildi? Oyog'ingni qisibsan, sabr qil hozir. Onangni gapiga kirmagansan-da, mana oqibat. Ana endi onangni oldiga yugur. Rahmat senga pahlavon. Qo'ysangchi. Bu yerga nega kelding, rahmdil inson? Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Bu joylarning xosiyati yo'q. Vaqt g'animat, ket bu yerdan. Tashvishlanma. Keta qol. Rahmdilliging o'z boshingga yetadi. Yardım verin. Yardım. Adamlar, yardım verin. Su. Bir kurtum su verin. Tamam, kakrab olayım bana. Su verin pahlavon. Su. Bir kurtum su. Su. Biroz sabr qiling, otaxon. Mana iching. Mana endi bir umr tasqariligingcha qolasan. Odam zoti borki sendan yuz o'giradi. Finish yo'q. Yo'q endi.
будем сеять да пахать. Пусть другие кормят нас с тобою. Родились мы саблею махать да махать. И стрелять, стрелять во все живое. Не сойдем, Не сойдем с большой дороги. никогда, Уносите руки в ноги. никогда, Уносите руки в ноги. никогда. Лай, 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 лай. Эй, мы всегда готовы воевать, на чужие земли навалиться. Будем грабить, жить да убивать, убивать. Будем пить, гулять да веселиться. Endi hamma narsa meniki. Bog'larim, o'rmonlarim, Shahrazim ham meniki. Joyingni topib o'tar, qaron. Avvalambor daryo bo'yidagi qal'ani yo'q qilish kerak. Busiz shaharni ola olmaymiz. O'qitma, sendan ham yaxshi bilaman nima qilish kerakligini. Красная девица ждет, надеется, ясно сокола видеть около, а мечты о нем скрыть старается. В душе огнем разгорается любовь первая, любовь верная, любовь вечная, любовь девичья. До небес без нас заскучали. Вот уж год, как мы их не встречали. Но теперь не время нам грустить. В женихах успеем походить. Женихах успеем, женихах успеем. Odamlarga hasanat, Sanaskar Otaxon. Men ish kelmadimi? Yo'q, kelgani yo'q. Salom sizga, lochinlar! Sog'lik tilaymiz, Sanaskar Otaxon! To'xta! Qochinglar dedim! Smirna! Sanaskar otaxonimiz hammom ixtiyor etmaydilarmi? Ixtiyor etamiz. Kiraversinlar, marhamat otaxon, kiraversinlar. Sen yedingmi to'nka? Etingni ham yuvish kerak otaxon. Sarimsoq solingan kvoz tayyorlab qo'yinglar. Не жалейте, братцы, воду, подавай порту белок, быстро сгонит своего и корову, и мешок. Ну-ка, птичка, живо, справа, слева, сверху, вниз. Ну-ка, главный наш мужик, за терпение держись. Дайте мне, ребятушки, веничек дубовенький, моего-то батюшка, будешь ты как новенький. Верхний цвет в моих очах. Испускаю, братцы, дух.
Oh, mazza. Yaxshi yuvindingizmi, Saraskar otaxon? Qani edi kvas bo'lsa? Kvas beringlar otaxonimizga. Ma, icha qol. Bu nima? Nima bo'lardi sut otaxon? Bahzur ichaver, ishtahanga baraka. Yasha. Qanaqangi alvasti bu? Qo'noq kampirlar. 5 kun bo'ldi qalamizga kelishganiga. Bular kelgandan beri zerikishni nimaligini unutib yubordik. O'yinga tushib. Kerak yo'q, Yasha. Нас народ своим умением да весельем наградил, и поднятие настроения к вам на помощь снарядил. Нам года не беда, коль душа молода, нам года не беда, коль душа молода. С детства крови не боюсь, я все вам раны залечу, а уж если засмеюсь, я всех вокруг захохочу. Нам года не беда, коль душа молода, нам года не беда, коль душа молода. Обладаю острым глазом, всех врагов вам разгляжу. Ну а я как свистну сразу войско на землю брошу. Нам года не беда, коль душа молода, нам года не беда, коль душа молода. Можем мы палить из пушки, шить, стирать, сварить обед. Ну какие же мы старушки, на троих нам 200 лет. Нам года не беда, коль душа молода, нам года не beda, коль душа молода. Ey, qani endi bir lagangina qovurilgan go'sht bo'lsa, a? Qachon go'sht yeganimiz esimizdan ham chiqib ketdi. Yegani hech voqea yo'q. Ovqatni o'rniga ham o'yin tushyapmiz otaxon. Qal'amizga keladigan yo'lni biriga karta uzmakon qurib olgan. O'rmondan keladigan ikkinchi yo'lda dahshatli bir maxluq paydo bo'lgan. Ham bir pahlavon yo'q, yura yutib ovqat olib keladigan. Qanaqa maxluq? O'rmon maxluqi. Nahotki shuncha odam ichida o'sha tasqarani xippa bo'g'ib keladigan azamat topilmasa, a? Nima deyapsan o'zi? Uni ko'rgan odam zot ko'zi tushgan zahoti til tortmay o'larmish otaxon. Qanaqa qilib meni yigitlarim bu ahvolda dushman hujumini qaytaradi? Bo'sh qop tik turganmi hech zamonda? Lochinlar, bahodir pahlavonlar! Kim o'sha maxluqdan qo'rqmay oziq-ovqat olib kelgani shaharga bora oladi? Men. Ura! Biz Xonmonga borlaring. Men. Barakalla Yashka. Qahramon. dahshatli maxluq o'kiryapti. Qanaqangi maxluq, sigir-ku? Ertaga bayram. Mujiklar pichan o'rimidan oldin shaharga borishadi. Sen ham shahar sari yo'l ol. Sarlochin finisni topgin-da, oyog'ini yerga tekkizmay qal'aga olib kel. Yashkaga meni aqtamni egarlang. Haqtangiz nimagadir oqsayapti, Saraskar otaxon. Qari qirchang'i. Gap bunday yasha, shaharga piyoda boraver. Kelishingda birato'la. Oziq-ovqat ortilgan aravani ham ola kel. Lapra. Shagam. Arsh. Читать и писать я могу, но бумажная служба постыла, все ребята в атаку бегут. Мне досталось перо до чернила, а я служу и не втужу, а я служу и не втужу, хоть иногда бывает тяжко. А вот всех чудищ перебью и всем на свете докажу, на что способен писарь-яшка. Ular nega o'yin tushyapti? Ivan Kupala bayrami pichan o'rimi oldidan shunaqa bayram qilishadi. Hukmdor,
Mujiklar pichan o'rimiga ketishganda hamma yo'llarni to'sib tashlaymiz-da. Keyin shaharni qo'lga olamiz. Крутится белый свет, все, конечно, сбудется и ведет. Qo'limga tushar ekansan o'rmon maxluqi. Voy maxluq, bu yoqqa chiq. Kimdan yashinyapsan, go'zal qiz? Sendan azizim. Shaharga mezor ish bilan ketayotgandim. Qanaqangi zarur ish ekan u? Qani gapirchim? Meni onam ipakda plastik berdilar. Men hoshiyasiga gul tikdim. Finizga sovg'a qilib olib ketyapman. Yo'q, rostdanmi? Ikkimiz yo'limiz bir ekan unda. Yurtimizga bosqinchi kartovuz sariq murt hujum qilib qolishi mumkin. Shuning uchun ham sarlochin Finisni qal'aga olib ketmoqchiman. Agar mana ularni sotsam, o'zimga muncha olaman. Mengachi? Chipta kavush. Уродился я на свет неухоженный. О, с малолетства счастья нет, не положено. Сирота я, сирота, сиротенушка, одинокая в поле былинушка. Voy, Ajina! Ajina deyapman senga! Ajinaman, Voy, kim bor? Yordam beringlar, voydon! Voydon! Ayolmas Ajina o'zing yotib ko'rsan qilganinglar. Ajina! To'xta! Yuragim sezuvdi o'zi. Oyog'im tortmaydi-da. Yo'lga chiqdim.
Endi yarmarkaga yetib bora olmaymiz. Unni ham sota olmaymiz. Hammadan zo'r anavi maxluqdan qutulib qolganiga shukr qilgin. Agafon. Tezroq qimirla. Hozir shoshma, senga yem beraman. Qani xotin, biroz turib qopda yem olay. Ovora bo'lasan, joyimdan jilmayman. Biroz suril, otim och qoldi-yu axir. Surilmayman. Yem tagingda-ku, otim och qoldi deyapman senga. Qasiqlalar. Unaqada. Xo'sh. Men uchun ovqat Xo'sh. tayyorlama. Bekorlarni aytibsan. Shu qilganingga ovqatni jo'rtaga pishiraman. Hali senmisan menga gap qaytaradigan? Qani? Voy, bo'ldi, hazillashdim. Ovqatingni ye. Dajjal. Nima ovqat? Juda ham o'jarsan-da, Anfisa. Ali desam bali deb turasan. Shuning uchun ham menga yoqasan, xotinjon. Xaraktering zo'rda. O'rmon maxluqiga duch kelib qolmaylik tag'in. Ertalab borarmiz shaharga. Qandaydir alvaslar kelishyapti, qimirlamay yot. Stoy! Salomatmisizlar azizlar? Salom, askar bola. Yo'l bo'lsin, og'ayni. Ish bilan ketyapsanmi yo ishdan qochyapsanmi? Muhim davlat ish bilan ketyapman. Askar bola ekan, ovqat bersang bo'lardi. Anoying yo'q. Qanaqa muhim ish bilan ketyapsan, uka? Bilsay bo'ladimi? Seni qara-yu. Avval taom, badaz kalom deyishgan mashoyixlar. Qozondagi nima? Sho'romi deyman. Sho'ro bo'lsa, somsani ham olaver. Ko'zim uchib turuvdi o'zi. Kim kelib rizqimga sherik bo'lar ekan deb. Mehmon kelar eshikdan, rizq kelar teshikdan. Shunaqa maqol bor. Qo'limda xabarim bor, bunaqangi maqolda xabarim yo'q. Bo'lmasa eringdan so'ra. Bizda ovqat nima qilsin? Suvga tashlaganmiz qozonni, birodar. Zarar yo'q. Alyonushka, ozgina o'tin terib kel. Hozir men sizni soldat shovlasi bilan mehmon qilaman. Voy, askar bola. Men bilan hazillashma. Hazilingiz nimasi? Sizlarga mana shu boltadan shovla pishirib beraman. Tentey, boltadan ham shovla pishirib bo'lar ekanmi? Bolta solib pishirilgan shovlani yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Voy, uni qara. Boplab shovla pishirib beraman sizlarga hozir. Nima dedi? Sizda bir chimdim tuz topiladimi? Ma? Tuzi pastroq bo'lsa, yana solamiz. Bittagina piyozdan bering, mazasi chiqsin. Mana. Qitta yog'siz yo'qmi? Bor. Endi ozgina so'p tashlasak. Ovqat tappa tayyor. Qo'ling dard ko'rmasin yashka. Bu deyman boltamam rosa yolg'i ekanman. Qani xo'ja aka, ovqat bizdan, noni sizdan. Tatib ko'ring. Mazami? Jonalaring, senlarga beradigan ovqat yo'q. To'rishlariga sal qoldi shavozlar. Iye, bu alvas qayerdan kelib qoldi? Bo'ycha olovga qira o'tiring. Rahmat ona qizim. O'tiring. Iye, siz bu yerga qanday kelib qoldingiz? Dugonalarim bilan har xil giyohlarni, ildizlarni yig'ib yuribmiz. Ivan Kupala bayramiga o'tar kechasi bu giyohlarning xosiyati juda ham zo'r bo'ladi. Ovqatdan oling buvijon. Rahmat.
Shu giyolar bilan birga hamma tashvishlaringiz u g'am alamlaringiz yonib Bu gadoy xotinni tezroq hayda, yana boshimizga balo bo'lib yurmasin. Axir yarim kechada qanaqa haydab boraman? Yesa ozgina ovqatimizdan yer haydab borsam hayvonlarga yem bo'ladi-yu. Bo'ldi, hadeb kampirni qo'rqitmanglar. Aytgancha boltani qachon yeymiz, ha? Bolta hali biroz pishmagan, yana qaynatish kerak. Voy askar bola, voy ayyari. Rosa aqllatdi-ku. Uni qara-ya. Meni boplading-a? Ha, meni xotinimdek ayyor-ayyorli-ya. Nima? Davla demoqchi edim. Ajina o'kiryapti. O'ldirma uni Yashka. Odamlarning aytishicha o'kilayotgan ajina emasmish. Sehrlangan odammish. Agar go'zallikda tanho qiz uni sevib, unga tegishga rozi bo'lsa, sehr o'z kuchini yo'qotarmish. Sar askarga aytish kerak. Sehrlab qo'yilgan odam dedingizmi? Ko'ngli pok qiz ekansan. Men uyga qaytsam bo'ladi. Omon bo'ling, yaxshilar. Indamay ketaverasanmi? Rahmatni seni o'rniga kim aytadi? Ovqatni yeding, gulxanday sinding. Voy, tekin tomog'ing. Voy, meni kechir go'zalim. Esimdan chiqibdi. Mana bu papartni gulladi deguncha, sen shu novdaga qarab nimaki yaxshi niyating bo'lsa, ayt, niyatingga albatta yetasan. Ana uni niyat qil. Voy kampir. Voy kampir. Ey kampir. Voy kampir. Jinim yoqtirmaydi. Hazilla. Nerede bitta zo'r orzu borda. Qani o'sha papartnik. Anfisa, jonim, papartni guladi. Tezroq niyatingizda qol. Hozir. Meni birlamchi niyatim haligi. Sigir. Da bo'l. Meni orzoyim. Sigir. Qo'chir ovozingni. Hech o'z bilgani qolmaydi. Meni niyatim katta. Sigir deyapman. Xudo, ana seni yer yutsin. Men senga sigir niyat qil deyapman. Voy, Agafon. Voy. Meni yerim qani? Sirnata, dushka. Yubordi yer. Tushib opchi buni. Hey! Agafon! Agafon. Nima deysan? Meni ovozimni eshityapsanmi? Eshityapman. Xotinim ovozini eshitmayapman. Ketyapti xotining. Dushka, avara bo'ladi. O'zim zo'rg'a qutuldim-ku. Sirnata. Voy, bu yer jizim solgan. Sirnata, dushka. Hali dajjal. Kampiring kelib, o'lgidek boshimni qotirdi. Hozir tushib meni yerimni olib chiqasan. Saraskardan ruxsatsiz tushish mumkin emas. Mumkin emas. Men bechorani beva qoldirish mumkinmi? Qani yur o'sha saraskarangni oldiga. Yo'q, mumkin emas. Muhim ish bilan shaharga ketyapman. Hozir muhim ishingni qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman senga. Я по свету иду и пою. Унывать мне нельзя и не надо, а геройскую душу мою не пугают любые преграды. А я служу и не тужу, хоть иногда бывает тяжко. Alolushka! Yur biz bilan! Pahlavoningni qal'adan topasan! Vaqti yetdi, boshlaymiz. Bizniki bo'ladi qala. Ogoh bo'l, fingal. Qashtir yo'q. Yaxshilab o'qib ol. Savdogar qiyofasiga kirasanda bir amallab qal'aga kirib olasan. Tunda qal'ani eshigini ochasan. Qaroqchi Kartavus mana bu yerda. Meni bahodirlarim olg'a! Bo'lmasa! Otilib ketdi. Otilib ketdi. Qarachi,
Arabalar ko'rinmayaptimi? Ko'rinmayapti. Finischi, finish kelayotgandir. Yo'q. Saraskar otaxon, darvozada bir boy savdogar turibdi. Qallaga kiriting deyapti. Savdogar deyapsanmi? Ha, savdogar. Bashan kiyingan, sandig'i ham bor. Mayli, kirsin. Hozir. Xush kelibsan, boy. Qayoqlarga bording? Nimalarni ko'rding? Qani gapir. Chor bozorni men kezdim, sotdim molim o'tkazdim, shoyi bilan lasimni, chitmovut atlasimni, sotdim hatto satinam, gilam bilan sholcha ham, yuzim bilan kimxobni, asl qimmat zarbobni, issiq guldor paqmoqni, Xitoy shoyi ko'k oqni, pulladim asta shoshmay, qildim foyda bir talay. Bor yo'g'i 40 ta soldat, 5-6 zambaraklari bor ekan. Hop. Gapga judayam chechan ekansanmi, savdogar? Xo'sh, bu yerga nega kelding? Janob lashkarboshi, har bitta pahlavoningga bir juft paxmoq paytava tortiq qilsam degan edim. Zambaraklaringga esa chiroyli jild tiksam, otilmay yotaverib, zanglab ketmasin deyman-da. Juda yaxshi o'ylab topibsan-da. Barakalla. Aferin. Qo'yin. Yigitlar, beri kelinglar. Kampirlarni chaqir, maxfiy gap chiqib qoldi. Bo'la qol, vaqt turibsan. Qani, o'tkir ko'zonaxon, mana bu savdogarning ko'ziga yaxshilab bir qarangchi, kimligini bilib olaylik. Do'st bo'lsang to'xta, qimirlama. Yov bo'lsang joyingda chiraylan. Bu do'st emas, yo yuborgan josus-ku. Sheringlar ham bor ekan. Ularni tutib, o'ldiring. Dushman ayg'oqchisi u. Qip-qizil alvasti. Nima tursanlar? Ushlanglar uni. Bizni laqillatmoqchimiding? Mana endi o'zingdan ko'r savdogar. Qo'llarini bog'lang. Aloqaga tashlang. Meni afv eting. Menda ayb yo'q. Afv eting otaxon. Meni aybim yo'q. Voy. Ovozini o'chir. Kastruk, labashang. Qo'lga tushdingmi? Kartaus endi teringni shilib ichiga somon tiqadi. Voy. Qayerdaman? Qo'llarim bog'liq, sig'irlay olmayman. Engelli yordamga chaqir tezroq. Kartaus, qoplarni tark et. Kastruk qo'lga tushdi. Qo'lga tushdi? Ha, avaqtada o'tiribdi. Nega qo'lga tushadi? Tumor bor edi-ku unda. Sehrlay olmayapti. Qo'llari bog'liq. Tingalni yordamga yuborsin deyapti. Yo'q, osonlikcha jon beradiganlardan emasman. Tezroq. Dur, o'rningdan qiziqchi. O'rgimchaklarni ishga solish vaqti keldi. Qani? Men o'rgamchaklarim. O'zim o'rgamchaklarim. Kela qolinglar. Tezroq. Kelinglar. Pingal bilan borasizlar. Lashkar qurollansan, qal'aga yurish qilamiz. To'xta, qayoqqa ketyapsan? To'xta deyapman. Nari turlaring. Ishim bor.
Sarkarda sen bo'lasanmi? Ha, men nima edi? Biroq yumushing bormidi menda? Voy, panogoh. Ahvolimga bir qara, xudo urib qoldi-yu meni. Beva qilib qo'yishdi ular. Ha, muncha obidiyda qilyapsan. Bundoq tushuntiribroq gapirsanchi, nima bo'ldi o'zi? Mana bu muttahaming meni xafa qildi. Yosha, meni ko'zimga bir qarachi. Seni shaharga Finisni topib kelgin deb yuborgan edim. Sen nima qilib yuribsan? Bu ahvolni hibsga oling. Yor Yoshka. To'xta. Qayoqqa? Yo'q. U meni erimni yo'q qilardi. O'zini beva qoldirdi. Buni yuzga ayting, erimni topib bersin. Qanday yo'q qilardi? Yerga aytib yuttirvardi. Yo'q, rostdanmi? Ishonmay uni gapiga otaxon o'zi qarg'ab kiritib yubordi yerga. Meni bezraymay ko'zing teshilsin. Bir og'iz aytsangiz, erimni olib chiqadi. Nima, senlar meni kalaka qilmoqchi bo'lyapsanlarmi hali? Yo'qolaring ko'zimdan. Ikkovini mavasaga tiq. Nima? Abaqtagaya? Boshmay tur hali. Buyrug'ingizni bajardim. Buyrug'ingizni To'xtanglar. Qo'yvoringlar uni. Bajardingmi? Bir arava oziq-ovqat olib keldim. Ana u qani? Kim? Pahlavonda. Ana u bo'lmasin yana. Alyonadan so'rang. U ham Finisni qidirib yuribdi. Qayerdaligini bilsa kerak. Qani qizim, aytchi. Rost gapiryaptimi Yoshka? Bo'lmasa-chi, otaxon. Finis bizni bandlikdan ozod qilgandi. Men mana buni unga. Falokat! Falokat! Kartousni qayig'i oq bayroq tikib biz tomonga qarab kelishyapti. Biz tomonga? Ha! Bir barakaga otaymi? Esing joydami o'zi? Bittadan ha? Mamira, o'sha. Shunaqa deydi. Darrov so'kasiz. Bayroq ko'tarib kelgan elchilarni hurmat qilish kerak. Taomilga binoan. Hammang sergak bo'lib turlaring. Qani nima der ekan? Muhtaram O'rgimchaqzoda Kartovus janoblarining maslahatchisi va elchisi Fingal Bardadim. Qani gapir. Tashrifingni boisini janob Dadim. Dadim. Dadim emas, Bardadim. Buyuk va qudratli, har yerda hoziru nozir Kartovus Sariqmurt zudlik bilan talabnomada bayon etilgan 3 shartni bajarishing kerakligini aytib yubordilar. 3 shart? 3 ta. Ishtahasi zo'ru. Yo'q, juda maromida. Sen hoziroq qurolingni topshirasan va Kartovus Sariqmurtni o'z hukmdoring deb bilib, unga 150 kum oltin berasan. 150? 150? Vaqtni o'tkazmay taslim bo'l. Biz ko'pchilikmiz. Qo'shinimizni kuch-qudratda tengi yo'q. Ha? Xo'sh, taslim bo'lasanmi? Tez bo'l. Seni qarayu. Avval xizmatkorlaring meni Bahodirimning qo'lidan arqonni tortib olishsin. Tortib olishsa mayli, olasan tillani. Uddalay olishmasa, mendan o'pkalama.
Bo'ldi. Yutdik. Yutdik. Xo'sh, azamatlar, chaqirilmagan mehmonlarni bir qovurg'asini sanab qo'yamizmi? Yigitlar, hujumga! To'xtanglar! Tegmanglar unga. U kirma menga g'aroyib maxluq. Yaxshisi so'zlarimga quloq sol. Agar keksa bo'lsang, menga ota bo'l. O'rta yashar bo'lsang, bo'l menga og'a. Agar yosh bo'lsang, suyukli yor bo'l. Mana menda arzimas sovg'a. O'z qo'lim bilan tikkanman. Finish! Ura! Hujumga! Dushman bostirib kelyapti. Ura! Ura! O'ng tomondan aylanib o'tinglar. Daryoga tushib qo'yinglar. Suvga cho'qtiring iblislarni. Qari tulki, Kartaus pahlavonni saroyga olib borishingni buyurdi. Qanday olib boraman? Yo'lini top. Voy, shunday go'zal xotin qayoqdagi erni deb zaxmasga katalayni o'tiraverasanmi? Boshqa yer qurib ketuvdimi? Ishing bo'lmasin. Voy. Menga qara. Agar meni qo'limni yechib yuborsang, senga yordam berishim mumkin. Boy badavlat yashaysan. Qo'limni yechib yubor, ket. Judayam vaysaqi ekansan-da. Shunday qilamanki, Finis eringni yer tagidan bo'lsa ham topib beradi. Yolg'on gaping. Yolg'on bo'lsa til tortmay o'lay. Yech. Birodarlar, hozir ovqat keldi. Ovqat keldi. Bemalol yangi yilgacha yetadi. Finis o'la qolsa ham biz bilan ketmaydi. Agar erimni topay desang, meni gaplarimni bekami ko'z bajarasan, bildingmi?
Finisni oldiga borib, mana bu taroqni sanchib qo'yasan. Uni paxmoq sochlariga. Ha, shunday. Vaqt g'animatida men g'oz qiyofasiga kirib olib, hovlini o'tib olaman-da, aravani tagida kutib turaman. Bildingmi? Bor. Qo'lingni tort. Hozir shu bilan ko'zingni oyib olaymi? Hazil kuchini eshallaq. Voy. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Kechirasan. Yo, Alhazar. Seni ko'rganimdan beri oromim yo'qoldi go'zalim. Seni yana ko'rarmikinman? Qo'ng'iroq ovozingni eshitarmikinman deb dunyo kezdim. Isming nima? Alyonushka. Alyonushka. Menga qayliq bo'l. Ko'zingga qarab. Birodarlar, Alfisa xiyonat qildi. Xiyonat! Darvoza bekitilsin! G'aflat bosdi meni. Pahlavonimizni o'g'irlab ketishdi. Ko'zingni och, Alyonushka. Ko'zingni och. Sho'rimiz qurib qoldi bizni. Finis qani? Qizalog'im, o'g'irlab ketishdi sarlochinni. G'aflatda qoldik biz. Ko'z yosh to'kkandan foyda yo'q, qizim. Agar yoringni ko'rishni istasang, ortidan qidirib bor. Hiyligina xavfli bu ish. Finisga faqat sen yordam bera olasan, qizim. Seni muhabbatinggina yordam bera oladi. Zero dunyoda muhabbatdan kuchliroq narsa yo'q. Chin muhabbatgina kishini jasoratga undaydi. Mana u koptokni ketidan boraver, boshlab boradi ko'zlagan manzilingga. Rahmat onajon. Minnatdorman sizdan. Ko'z yoshi bilan dushmanni sira yengib bo'lmaydi. Qurol bilan, jang bilan yengish mumkin iblislarni. Aha. Yasha. Yo'lga tush. Sen bilan birga miyasi butun yigit boradi. Xayr, yoshlar, omon bo'linglar. Mana endi jondoshlar, yo'lga tushdi qondoshlar. Tosh kelganda kemirib, suv kelganda simirib, tog' va toshlar oshdilar, daryo bo'lib toshdilar. Hordiqsiz kun yurdilar, uyqusiz tun yurdilar.
va nihoyat yetdilar kartovusdek jirkanchning yovuz kuchi to'plangan ovloq zulmat o'lkaga. U yog'iga otda ham, piyoda ham borib bo'lmaydi. Ehtiyot bir yasha, sirg'anib ketma. Qo'rqma, chiqib olamiz. Qara, qandaydir qasr. Bu kartosnik qasri-ku. Bo'la qol yashingda. Botirimiz hofasida yuragim sezib turibdi. Orqamda qolma! Mahkam ushla! Agar yaxshi gapga qonmasa, majbur qilamiz, zo'rlab qondiramiz. Bolta-yu arqon, zaharu xanjar, hammasini ishga solamiz. Meni buvam o'lmas kashi, xotamda inson bo'lganlar. Bu ayol buvim yolmog'iz kampir. 5-yovuzlikda tanho. Sen ko'p gapni aylantirma. Agafon qani? Kashtirib, hukmdor chaqiryapti. Biz avval pahlavon bilan gaplashib olaylik, keyin ikkalamiz birgalashib erini qidirib topamiz. Boshlayvering, hukmdor, u mahkam bog'langan. Qalaysan endi? Qo'lga tushdingmi? Davrug'i odamga doston pahlavon. Jasur Bahodir. Seniki bo'ladi butun boyligim, lazzatli taomlarim, may to'ldirilgan kozalarim seniki. Shartim shuki, rus sarkardasiga emas, faqat menga hukmdor Kartovusga xizmat qilasan. Mabodo yo'q desang, o'lasan. Vatan uchun qilgan kishi jang, haqiqatni qilur himoya. Shunday odam mangu barhayot. Sen bir maxluq, men esam qoya. Finisni o'ldir deb necha marotaba aytgan edim senga, it yemgan. Nega o'ldirmading? Uni o'ldirib qo'yish hech gap emas. O'z tomonimizga ag'darib olamiz deb o'yladim-da. Menga qara pahlavon, namuncha o'jar bo'lmasang, qo'lingni ko'tarsang bo'lgani. Rus pahlavonlari xoin bo'lganmi? Soqchi! Qani mendagi kuch. To'xta! Kimni bu yoqqa kiritdi? Bu qanaqasi? Menga eringni toptirib beraman deb, olib kelib rus pahlavonni kishanband qilibsanlarda. Voy, o'rgimcha zodaning o'zlari! Boshadinglar xotinlar! Qililarini! Beva xotinni aldash! Qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman senlarga. Hayda! Hay, xolamga tegma! Tegma xolamga! Ko'rsatib qo'yaman senga xolangni. Ha, eringni topib berib bo'pman shu qilgan iblis. Xaloyi qoldida uni jazolanglar. Boshi tanidan judo etilsin.
Hammasi endi yaxshi. Biron narsa o'ylab toparmiz. Nima deysan? Biz bechoralarga xayr qiling. Sadaqa qilinglar. Xudo yo'liga sadaqa qilinglar. Sadaqa bo'ladi. G'animat tiyolarni ishqilatib ol. Hayda ularni. Shonalaring deyapman. Alyonushka. Ninila xola. Jonlarim, bizga yordam bering. O'zing bas Alyonushka. Jim, qani ketdik. Bodirlar biz bechoralarga sadaqa qiling. Qalabqonlaring shu kampirlar. Bizlar kampirmi? Эй, красавцы, выходите, отворяйте ворота, поскорее кто пожаловал сюда. Нам года не беда, коль душа молода, нам года не беда. Alyonushka, yoqqa yur. Ana ular kim bo'ldi? Qaysilar? Jo'nalaring bu yerdan! Bu jonlar! Alahsitib turing ularni! Эй, разбойники, идите, мы заметили давно. Вы, ребята, неплохие, когда спите крепким сном. И скажи, Картаус, где достал рыжий ус? И еще есть вопрос, где ты взял рыжий нос? Отдохните вы немножко, бросьте сабли да ножи, да лучше спойте на дорожку, да спляшите для души. Картаус, Картаус, где достал рыжий ус? И еще есть вопрос, где ты взял длинный нос? Ushlangarini. Finist. Mehribonim, ko'zingni och. Alyonushkaman men, qallig'ing Alyonushka. Menga bir qara, lochinim meni. Senga nima bo'ldi? Tanimayapsanmi? Voy, bu nima? Ular seni sehrlab qo'yishibdi-yu. Alyonushka. Dilbandim meni. Hukmdor, Finist qafasdan chiqdi. Nima deding? Finis ozodlikka kim ozod qildi? Plashingni olib ol, Finist. U meni sevgim bilan birga senga hamroh bo'lsin. Alyonushka! Finist! Qayoqdasizlar, Alyonushka? Yur Alyonushka, yura qol. Tezroq kelinglar! Qayoqdasiz azizlarim? Yur, Finist! Qoch Alyonushka, men chalqitib turaman. Qo'lga tushding-ku.
Ketib bu yerdan! Tezroq! Qo'ying ularni! Ishlang! Qoldiring! Bu yoqqa! Tezroq! Menga qara Yashar, men kartavuz bilan hisob-kitob qilib olay. Arabaga minib qal'aga boringlar. Alyonishqani ehtiyot qil. Jonivorlar! Filiz! Ketdik! Qochinglar! Ey kartavuz! Mard bo'lsang maydonga chiq. Sen bilan yakkama-yakka olishib kuch sinamoqchiman. Cha harom olgor. Vafodor tulporim, ayni vaqtida kelding. Rahmat. Cha. Panikan! Kelaqon! Mard bo'lsang bu yoqqa chiq! Tezroq! Tumor! Xudoga shukr. Quyosh charaqlaganini qaranglar. Gullar ochilgan. Agafon. Ha, muttaham bezori. Nega mendan so'ramay yertagiga kirib ketding? Kechiring meni xotirjam bilmayman. Yur uyga. Qo'rqma, qochib ketmayman. Sendan qochib qutulib bo'larmidi? Malika Dilorom. Go'zal qiz ham azamat o'g'lon, muhabbati o'lgan tuyg'usi, botir yovga solganda qiron, ona tuproq mehri yog'dusi, haqdagi ertagim bitdi, hamma murod maqsadga yetdi.